o'zingizni tanangizni egasi siz o'zingiz. Pult sizni qo'lingizda, pult. Pochkaniki, o'sha operatsiya bo'lgan joy, bitmay qolgan joylar, tomog'ingiz, ko'zingiz, sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, yana nima, yurak, qon, davleniya, gaplashing. Aytsam ko'pchilik men tom ketib qolganman bu xotinlar deydi. Yo'q, men gaplashaman, men o'zimni sog'lom qilib yuribman-da, mana misol uchun aytishingiz mumkin. Yo'q, hammasi Xudodan deyishingiz mumkin. Hammani xudosi o'zi. Men o'zimni xudoyim o'zimman. To'g'ri tushuninglar ekan. Hozir bundan keyin men so'kib ketmalar yana. Voy, ana xotin o'zini xudoman deyapti deb. Men xudoman, lekin olamga ta'sir qila olmayman. O'zimni hayotimga, o'zimni kichkinagina olamim bor, oltinni olami bor. Mana shu olamda, shu olamni o'zim yarataman. Men o'zimni olamimni yarataman. Qanaqa qilib, o'yim bilan, nima o'ylayman o'zim to'g'risida. Mana shu kasallik men olib ketib qolsa kerak desam, olib ketib qoladi mana shu kasallik. Shu hech qachon men peshonam bir sho'r ekan o'zi, peshonam shu bo'y o'lib ketsam kerak desam, shunday peshonam sho'r bo'yicha o'lib ketaman. Tushunasizmi? Alloh taolo menga qarab, "Voy, senga rahmim kelyapti, oltin. Bo'pti, bu yog'iga peshonangni yaltiratib qo'yaman." Demaydi, unga kerak emas bu narsa. Sababi u faqat tili yo'qda bizga yeta olmaydi. Baraka topkir, o'zingni sani olamingni shunday bir qudrat berib qo'yganman. O'zing olamingni o'zing bemalol yarata olasan.